Assalomu alaykum. Hozir Neftchini fan klubini oldidan kelyapman. U yoqda bir qancha odamlar jamoasini qo'llab-quvvatlamoqda, lekin Bunyodkor fan klubi tomonidan hech kim yo'q. Garchi Bunyodkor jamoasi mezbon bo'lsa-da, bunga sizlarning fikringiz qanaqa? Bizning fikrimiz yaxshi emas. Mana hozir zerikarli fan klubsiz komanda emas. Endi hurmat saqlagan holda bu yerda yoshroq bolalar bor. Bilmayapti-da baribir. O'sha oldin yaxshi bo'lardi Bunyodkor fan klubi. Biz Paxtakor bilan o'ynaganda ham intriga bo'lardi. Kerakda, o'sha eski bolalardan yig'ish kerak. Bu yosh o'tirgandan bitta hech narsa o'zgarib qolmaydi. 2008-yilmi, 2007-yilda Abdurahmon aka ochgan bo'lsa, Fozilov undan keyin Sho'ga degan ishladi. Mana Sho'ga degandan keyin xuddi Hech kim yo'q. hech kim ekan, noilojani. Ikkita bola ham Bunyodkorchi bo'lsa kerak, ikkalasi 100%. Futbol muxlislar uchun. Muxlislarsiz futbol emas. Fan klub juda zarur. Fan klubini kuchaytirsa puli ham kerak emas. Abdurahmon aka o'zi boqib oladi fan klubni. Bunyodkorda sponsorlik muammo emas. Agar shu 4 million puli kimgadir kerak bo'lgan bo'lsa, Juda fayz yo'qolibdi. Mana hozir o'tiribmiz, rostdan fayz yo'qolibdi. Biz o'tiribmiz, biz boshqacha narsa kutuvdik bulardan. Jahon chempionlari o'ylagan bo'lganman dedi. Muxlislar qanaqa komanda bo'ladi? Muxlislarni qaytarish kerak. Qanaqa bo'lmasa